Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga pensiya masalasida juda muhim va ko'pchilik noto'g'ri tushunayotgan mavzuni aniq qilib tushuntiraman. Bitta pensiya o'rniga 3 ta pensiya islohoti. Kimga taalluqli? Kimga taalluqli emas? Qaysi holatda pul ko'payadi? Qaysi holatda esa odamlar behuda umid qilib qolishi mumkin? Bu ma'lumot nafaqat hozirgi pensionerlar, balki pensiyaga chiqishga yaqin turganlar, nogironligi bor fuqarolar, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar va rasmiy ishlayotgan har bir inson uchun muhim. Men sizdan iltimos qilaman, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan oxiridagi amaliy qadamlarni bilmagani uchun o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmaydi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday tushuntirishlar oddiy odam uchun juda kerak. Endi esa mavzuga to'g'ridan to'g'ri o'tamiz. Avvalo bitta o'rniga 3 ta pensiya degan gapni to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Ko'pchilik buni shunday qabul qilyapti, go'yoki har bir pensiyani endi birdaniga 3 ta alohida pensiya oladi. Ya'ni, masalan, 1 million olayotgan odam avtomatik ravishda 3 million oladi. Men mutaxassis sifatida ochiq aytaman, bunday tushuncha noto'g'ri. Davlat pensiya tizimida har bir odamga shunchaki 3 ta pensiya bir vaqtning o'zida berilmaydi. Lekin bu gap butunlay asossiz ham emas. Chunki amaldagi va isloh qilinayotgan tizimda fuqaroga tegishi mumkin bo'lgan pensiya va to'lovlar bir nechta manbadan shakllanishi mumkin. Birinchi manba mehnat staji va ish haqi asosida hisoblanadigan davlat pensiyasi. Ikkinchi manba jamg'arib boriladigan pensiya mablag'lari, ya'ni rasmiy ishlagan davrda shaxsiy pensiya hisob varag'ida yig'ilgan mablag'. Uchinchi manba esa ayrim toifadagi fuqarolar uchun qo'shimcha nafaqa, kompensatsiya, imtiyozli to'lov yoki ijtimoiy yordam bo'lishi mumkin. Demak, masala shunda hamma odam avtomatik ravishda 3 ta pensiya oladi degani emas. Lekin ba'zi odamlar bir vaqtning o'zida bir nechta pensiya turiga yoki pensiya qo'shimcha to'lovlarga da'vo qilishi mumkin. Kimlar, qanday shart bilan, qaysi hujjatlar kerak, qayerga murojaat qilish kerak? Men hozir bularni oddiy tilda tushuntiraman. Ilgari ko'pchilik pensiyani faqat bitta narsa deb bilardi. Odam ma'lum yoshga yetadi, ish staji bo'ladi, keyin pensiya jamg'armasi hujjat topshiradi va har oy pensiya oladi. Erkaklar uchun pensiya yoshi, ayollar uchun pensiya yoshi, ish staji, o'rtacha ish haqi, mehnat daftarchasi asosiy e'tibor shularga qaratilardi. Agar staj yetarli bo'lmasa, odam to'liq pensiya emas, kamroq miqdordagi to'lovga yoki yoshga doir nafaqaga umid qilardi. Hozir esa tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilyapti. Ya'ni avvalgidek faqat qog'oz mehnat daftarchasiga qarab qolish kamaymoqda. Ish beruvchi tomonidan to'langan ijtimoiy soliq, rasmiy ish haqi, elektron mehnat tarixi, jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'i, bularning hammasi tobora muhim bo'lib boryapti. Bu oddiy odam uchun nimani anglatadi? Agar siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, maoshingiz oq bo'lgan bo'lsa, sizning kelajakdagi pensiyangizni isbotlash osonroq bo'ladi. Agar siz yillar davomida norasmiy ishlagan bo'lsangiz, qo'lingizga naqd pul olgan bo'lsangiz, hujjatda esa hech narsa ko'rinmasa pensiya hisoblashda muammo chiqishi mumkin. Yana bir muhim o'zgarish, pensiya va nafaqalar bo'yicha ko'plab xizmatlar elektron shaklga o'tmoqda. Oldin odam bir idoradan ikkinchi idoraga yugurib ma'lumotnoma to'plardi. Hozir ayrim ma'lumotlar davlat organlari bazasidan olinadi. Lekin bu fuqaro hech narsa qilmasa ham bo'ladi degani emas. Chunki bazada xato bo'lishi mumkin, eski ish joyi yopilib ketgan bo'lishi mumkin. Arxiv hujjati topilmasligi mumkin. Familiya o'zgargan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir odam o'z hujjatini oldindan tekshirishi kerak. Birinchi masala oddiy yoshga doir pensiya. Bu pensiya mehnat staji va ish haqi asosida hisoblanadi. Masalan, bir fuqaro 6 yoshga yaqinlashyapti. Butun yil rasmiy ishlagan, oxirgi yillarda ham ish haqi bank orqali tushgan. Bunday odam asosan xavotir qilmasligi mumkin. Lekin baribir hujjatlarni tekshirish kerak. Chunki 30 yil ishladim degan gapning o'zi yetmaydi. Bu staj hujjatda ko'rinishi kerak. Agar 5 yil bir korxonada ishlagan bo'lsa-yu, korxona ijtimoiy to'lovlarni to'lamagan yoki hujjatni noto'g'ri yuritgan bo'lsa, o'sha yillar stajga kirmay qolishi ehtimoli bor. Ikkinchi masala jamg'arib boriladigan pensiya mablag'i. Ko'p odam bu haqda eshitgan, lekin mening hisobimda pul bormi, yo'qmi deb tekshirib ko'rmagan. Rasmiy ishlagan ayrim fuqarolarning shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'ida pul to'planadi. Bu har oylik davlat pensiyasining o'rnini bosmaydi, balki alohida yig'ilgan mablag' sifatida ko'riladi. Masalan, fuqaro 20 yil rasmiy ishlagan, uning nomiga ma'lum
miqdorda jamg'arma yig'ilgan. Pensiya yoshiga yetganda yoki qonunda belgilangan holatlarda u bu mablag'ni olish tartibini bilishi kerak. Ana shu sababli ayrim odamlar men davlat pensiyasidan tashqari yana pul oldim deyishi mumkin. Lekin bu hamma uchun bir xil miqdorda bo'lmaydi. Uchinchi masala ijtimoiy nafaqa va qo'shimcha to'lovlar. Ba'zi fuqarolar yoshga doir pensiya bilan birga boshqa asoslar bo'yicha qo'shimcha yordam olishlari mumkin. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar, parvarishga muhtojlar, urush yoki mehnat fronti bilan bog'liq imtiyozli toifadagilar. Boquvchisini yo'qotgan oilalar yoki kam ta'minlangan oilalar uchun turli to'lovlar va yordam turlari mavjud bo'lishi mumkin. Lekin har bir to'lovning alohida sharti bor. Odam men pensionerman, demak hammasini olishim kerak deb o'ylasa, xato qiladi. Birinchi misol. Nodira opa aygakes yoshga yaqinlashgan, 27 yil maktabda ishlagan. U doim rasmiy ishlagan, ish haqi bank kartasiga tushgan. Nodira opa pensiyaga hujjat topshirganda unga yoshga doir mehnat pensiyasi hisoblanadi. Bundan tashqari, agar uning jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'ida mablag' bo'lsa, u alohida tartibda shuni ham olish imkoniyatini tekshiradi. Agar u yolg'iz yashasa, parvarishga muhtoj bo'lsa yoki mahalla orqali ijtimoiy yordam mezonlariga tushsa, qo'shimcha yordam masalasi ham ko'rib chiqilishi mumkin. Demak, Nodira opa uchun 3 ta manba ehtimoli bor. Asosiy pensiya, jamg'arma, ijtimoiy yordam. Lekin bularning har biri alohida tekshiriladi. Ikkinchi misol. Rustam aka 60 yoshda, lekin umrining katta qismini ustachilik qilib norasmiy ishlagan. Uning qo'lida mehnat daftarchasida atigi 7 yil staj bor. U men 35 yil ishladim deydi. Lekin hujjatda ko'rinmasa, pensiya jamg'armasi uni to'liq hisobga ola olmaydi. Bu yerda muammo katta. Rustam aka eski mijozlarini, guvohlarni aytishi mumkin, lekin pensiya tizimi birinchi navbatda rasmiy hujjatga qaraydi. Agar eski korxonalarda ishlagan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma izlash kerak. Agar umuman rasmiy ish bo'lmagan bo'lsa, pensiya miqdori past chiqishi yoki faqat ijtimoiy nafaqa masalasi ko'rilishi mumkin. Demak, bunday odam 3 ta pensiya haqidagi gaplarga ishonib o'tirmasdan darhol stajini rasmiylashtirish masalasini ko'rish kerak. Uchinchi misol. Dilbar opa pensioner, turmush o'rtog'i vafot etgan. U o'zining yoshga doir pensiyasini oladi. Endi u erimning pensiyasini ham to'liq olsam bo'ladimi deb so'raydi. Bu juda ko'p uchraydigan savol. Amalda boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa alohida shartlarga bog'liq. Odatda odam bir xil davrda 2 turdagi to'liq pensiyani o'z xohishicha qo'shib olib ketavermaydi. Ba'zi holatda fuqaro qaysi turdagi pensiya unga foydaliroq bo'lsa, shuni tanlashi mumkin. Shuning uchun Dilbar opa pensiya jamg'armasiga borib, mening o'z pensiyam qancha, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hisoblanganda qancha bo'ladi? Qaysi biri foydali deb yozma yoki rasmiy maslahat olishi kerak. 4-misol. Akmal aka nogironligi bo'lgan shaxs keyinchalik pensiya yoshiga ham yetdi. U endi nogironlik pensiyasi ham, yoshga doir pensiya ham birga beriladimi deb o'ylashi mumkin. Bu yerda ham asosiy qoida shuki, ko'p hollarda bir vaqtning o'zida bir nechta to'liq davlat pensiyasini qo'shib olish emas, balki mos keladigan pensiya turi tanlanadi yoki qayta hisob-kitob qilinadi. Lekin nogironlik bilan bog'liq ayrim qo'shimcha imtiyozlar, dori-darmon, sanatoriy, parvarish yoki boshqa ijtimoiy yordamlar bo'lishi mumkin. Demak, Akmal aka uchun ham asosiy savol, qaysi pensiya turi yuqoriroq va qaysi qo'shimcha imtiyozlar menga tegishli bo'lishi kerak. Agar siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish stajingiz elektron bazada va hujjatlarda to'g'ri ko'rinsa, pasport ma'lumotlaringiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar bir-biriga mos bo'lsa, sizda katta xavotir bo'lmasligi mumkin. Lekin shunda ham pensiya yoshiga yetishni kutib o'tirmang. Men har doim aytaman, pensiya hujjatlarini kamida 1 yil oldin tekshiring. Chunki xato chiqsa, uni tuzatishga vaqt kerak bo'ladi. Kimlar albatta xavotir olish kerak? Birinchidan, norasmiy ishlaganlar. Ikkinchidan, ish joyi ko'p almashganlar. Uchinchidan, eski korxona yopilib ketganlar. To'rtinchidan, mehnat daftarchasida imzo buyruq raqami tushunarsiz bo'lganlar. Beshinchidan, familiyasi nikoh yoki boshqa sabab bilan o'zgarganlar. Oltinchidan, chet elda ishlagan davrini pensiyaga qo'shmoqchi bo'lganlar. Yettinchidan, harbiy xizmat, dekret ta'tili, bola parvarishi, oliy o'quv yurti. Mavsumiy ishlar kabi davrlarni stajga kiritish masalasida savoli borlar. Yana bir nozik masala. Ko'pchilik pensiya miqdorini falonchi 2 million olyapti, men ham shuncha olishim kerak deb solishtiradi. Bu noto'g'ri.
Pensiya miqdori har bir odamda alohida hisoblanadi. Ikki qo'shni bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin biri 35 yil yuqori ish haqi bilan rasmiy ishlagan, ikkinchisi 12 yil past ish haqi bilan ishlagan. Natija bir xil bo'lmaydi. Shuning uchun pensiyada asosiy kalit staj va rasmiy daromad. Birinchi tuzoq avtomatik oshadi degan gap. Ayrim hollarda pensiyalar indeksatsiya qilinadi, miqdorlar oshiriladi. Minimal ko'rsatkichlar qayta belgilanadi. Lekin bu har bir odamning pensiyasi 3 barobar bo'ladi degani emas. Oshirish umumiy tartibda bo'lishi mumkin. Qayta hisoblash esa faqat asos bo'lsa qilinadi. Masalan, siz oldin hisobga olinmagan stajni topdingiz, arxidan ma'lumotnoma oldingiz, ish haqi bo'yicha hujjat chiqdi. Ana shunda pensiyani qayta hisoblash masalasi ko'tariladi. Ikkinchi tuzoq, hujjat topshirmasam ham o'zlari biladi degan fikr. Davlat bazalarida ko'p narsa bor, lekin hammasi ham ideal emas. Eski yillarda ishlagan fuqarolarning ma'lumotlari to'liq raqamlashtirilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizning manfaatdorligingiz birinchi o'rinda. Agar siz indamasangiz, xatoni hech kim ko'rmasligi mumkin. Uchinchi tuzoq, og'zaki aytishdi, bo'lmas ekan deb to'xtab qolish. Men doim maslahat beraman. Muhim masalada yozma murojaat qiling yoki elektron murojaat qoldiring. Og'zaki javobni keyin isbotlab bo'lmaydi. Agar sizga tegishli emas deyishsa, nima sababdan tegishli emasligini qonuniy asos bilan tushuntirib berishlarini so'rang. Ba'zan xodim ham adashishi mumkin, ba'zan fuqaro hujjatni to'liq bermagan bo'lishi mumkin. Yozma javob esa keyingi qadam uchun asos bo'ladi. To'rtinchi tuzoq, vositachilar. Pensiya masalasida men pulingizni oshirib beraman, uchta pensiya qilib beraman, tanishim bor deydigan odamlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya qonuniy hujjatlar bilan belgilanadi. Agar sizga haqiqatan ham qo'shimcha staj tegishli bo'lsa, buni rasmiy yo'l bilan ham qilsa bo'ladi. Agar tegishli bo'lmasa, hech kim qonuniy ravishda uni qo'shib bera olmaydi. Noqonuniy yo'l esa keyin katta muammo qaytarib undirish, jarima yoki javobgarlikka olib kelishi mumkin. 5-chi nozik jihat ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu holatda pensiya to'lovi, qayta hisoblash, ish beruvchi to'lovlari va jamg'arma masalalari alohida tekshiriladi. Agar pensioner rasmiy ishlayotgan bo'lsa, uning daromadi ham ko'rinadi. Ayrim qo'shimcha nafaqalar esa daromad mezoniga bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni siz pensiya olishingiz mumkin, lekin kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam olishda oilaviy daromad hisobga olinishi ehtimoli bor. 6-jihat boquvchisini yo'qotganlik masalasi. Farzandlar, turmush o'rtog'i. Mehnatga layoqatsiz oila a'zolari uchun bu juda muhim. Lekin bu pensiya turini olish uchun marhum shaxsning staji, oila a'zolarining maqomi, yosh, o'qish holati, mehnatga layoqatsizlik kabi shartlar tekshiriladi. Masalan, 18 yoshga to'lmagan farzand, kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzand yoki nogironligi bor oila a'zosi bo'lsa, alohida tartib bo'lishi mumkin. Har bir holatni hujjat bilan isbotlash kerak. 7-jihat chet elda ishlagan davr. Ko'plab fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Bu davrni O'zbekistondagi pensiyaga qanday qo'shish masalasi xalqaro shartnomalar, rasmiy ishlaganlik, to'lovlar va hujjatlarga bog'liq. Men chet elda 10 yil ishladim deyish yetarli emas. Mehnat shartnomasi, badallar, rasmiy ma'lumotlar, tarjima va tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Shuning uchun chet elda ishlaganlar hujjatlarni hozirdan yig'ish kerak. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHR, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjatlar, tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, mehnat daftarchasi. Bularning hammasida ism, familiya bir xil yozilganmi? Sanalar to'g'rimi tekshiring. Bitta harf xatosi ham keyin muammo bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni hisoblang. Qaysi yillarda qayerda ishlagansiz, ro'yxat qiling. Masalan, 1998-1995 yillar zavod, 1995-2000 yillar maktab, 2000-2010 yillar xususiy korxona, 2010-2024 yillar boshqa tashkilot. Har bir joy bo'yicha mehnat daftarchasida yozuv bormi? Buyruq raqami bormi? Muhr bormi tekshiring. Agar yozuv yo'q bo'lsa, ish joyidan yoki arxivdan ma'lumotnoma so'rang. 3-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Mypokov. Uz orqali yoki tegishli davlat xizmatlari markazi orqali o'zingiz haqingizdagi mehnat va pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatlarini tekshiring. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz. Farzandingizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Muhimi, bazadagi ma'lumotim to'g'rimi degan savolga javob toping.
To'rtinchi qadam. Jamg'arib beriladigan pensiya hisob varag'ini tekshiring. Sizda shaxsiy jamg'arma hisobida mablag' bo'lishi mumkin. Buni tegishli bank yoki vakolatli tashkilot orqali aniqlash mumkin. Agar mablag' bo'lsa, uni qachon va qanday tartibda olish mumkinligini so'rang. Bu asosiy pensiyadan alohida masala bo'lishi mumkin. 5-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Ayniqsa pensiya yoshiga 6 oy yoki 1 yil qolgan bo'lsa, borib maslahat oling. O'zingiz bilan pasport, mehnat daftarchasi, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar, harbiy bilet, diplom, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari va boshqa tegishli hujjatlarni olib boring. Mening stajim to'liq ko'rinyaptimi? Qaysi hujjatim yetishmayapti? Qanday ariza yozishim kerak deb aniq so'rang. 6-qadam. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Ko'pchilik shu joyda to'xtab qoladi. Korxona yo'q ekan bo'ldi deydi. Yo'q, korxona yopilgan bo'lsa ham uning hujjatlari davlat arxivida yoki huquqiy voris tashkilotda bo'lishi mumkin. Arxivga yozma so'rov bering. Qaysi yillarda ishlaganingizni, lavozimingizni, korxona nomini, o'sha paytdagi familiyangizni aniq yozing. 7-qadam. Agar pensiya miqdoridan norozi bo'lsangiz, hisob kitobni tushuntirishni so'rang. Nega kam chiqdi deb umumiy gapirish o'rniga qaysi yillar stajga kiritildi? Qaysi yillar kiritilmadi? Ish haqi qaysi davr bo'yicha olindi? Qayta hisoblash uchun qanday hujjat kerak deb so'rang. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, yozma ravishda murojaat qiling. 8-qadam. Ijtimoiy yordam va qo'shimcha imtiyozlarni alohida tekshiring. Pensiya jamg'armasi bir masalani ko'radi. Mahalla va ijtimoiy himoya organlari boshqa yordamlarni ko'rishi mumkin. Agar siz yolg'iz pensioner bo'lsangiz, nogironligingiz bo'lsa, parvarishga muhtoj bo'lsangiz, dori-darmon xarajatlari katta bo'lsa, uy-joy kommunal to'lovlar og'irlik qilsa, mahallaga va ijtimoiy himoya mas'ullariga murojaat qiling. Menga qanday yordam turlari tegishli bo'lishi mumkin deb so'rashdan uyalmang. 9-qadam. Har bir murojaatning nusxasini saqlang. Ariza topshirsangiz, qabul qilingan sanasi bo'lsin. Elektron murojaat qilsangiz, raqamini saqlang. Hujjat topshirsangiz, ro'yxatini yozib oling. Bu keyin nizoli holatda sizni himoya qiladi. 10-qadam. Farzandlaringizga ham tushuntiring. Pensiya faqat keksalar masalasi emas. Bugun 25 yoshdagi yigit norasmiy ishlasa, 35 yil keyin pensiyada qiynaladi. Bugun 30 yoshdagi ayol ish beruvchidan rasmiy shartnoma talab qilmasa, keyin stajda muammo bo'ladi. Shuning uchun yoshlar ham rasmiy ishlash. Soliq va ijtimoiy to'lovlar, mehnat shartnomasi, bank orqali maosh olish masalasiga jiddiy qarash kerak. Demak, hurmatli tomoshabinlar, bitta o'rniga 3 ta pensiya degan gapni shov-shuv sifatida emas. Huquqiy jihatdan to'g'ri tushunish kerak. Har bir pensioner avtomatik ravishda 3 ta pensiya oladi degan qoida yo'q. Lekin ayrim fuqarolarda asosiy davlat pensiyasi, jamg'arib beriladigan pensiya mablag'i, qo'shimcha ijtimoiy yordam yoki imtiyozli to'lovlar bo'lishi mumkin. Eng muhim narsa sizning stajingiz, rasmiy ish haqingiz, hujjatlaringiz va o'z vaqtida qilgan murojaatingiz. Men sizga maslahatimni yana bir bor takrorlayman. Pensiya yoshini kutib o'tirmang. Hujjatlaringizni hozirdan tekshiring. Mehnat daftarchangizni ko'ring, arxiv ma'lumotlarini yig'ing, elektron bazani tekshiring, jamg'arma hisobingizni aniqlang. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Kim hujjatini tartibga solsa, o'ziga tegishli pulni olish imkoniyati oshadi. Kim eshitdim, kutyapman deb yuraversa, ko'p hollarda vaqt yo'qotadi. Agar sizda pensiya bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Yoshingiz, taxminiy stajingiz, muammo nimada ekanini yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang, yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ota-onangiz, qo'shningiz yoki qarindoshingizga juda kerak bo'lishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, bildirishnomani yoqing. Pensiya, nafaqa va ijtimoiy yordamlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni men sizlarga sodda va aniq qilib tushuntirishda davom etaman.